Javobini bilishni xohlagan savollaringizni ochib berishga harakat qilamiz. Birinchi uchratda shifokorlikdan ham ko'ra men vatanparvarman. Ustozlarimiz aytgan Alloh bilan shartnomang to'g'ri bo'lsin deyishadi. Birinchi operatsiyamiz onkologический shahar onkologiya markazida bo'lgan. 12 soat operatsiya bo'lganda. Shu muvaffaqiyatga erishganingiz sabablari nima deb o'ylaysiz? Doktor sog'ib tashlayapti, hamma narsani qilyapti, tekshirtirib taylayapti deydi. Aslida mana shu tekshiruvlar har yili bekorga majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazilmaydi-da. Men qila olmayman, mana bu odam taniyman, bu natijani ko'proq qilyapti, shunga olib boringlar degan gapni aytish yo'q-da ko'p vrachlarda. Sizni sohangiz emasmi? Haqiqiy mutaxassis qilsin. Sizni faoliyatingizdagi eng og'riqli kasallik? Yo'q joydan bitta Toshkentda yashaydigan amma paydo bo'lyapti-da. Xo'jayin prokuraturaga ishlar ekan. Olib keldi. Shunaqa gap eshitdim. Biznes qachon biznes bo'ladi, pul qachon sensiz pul topayotganda. Shunday. Va ularga tushuntirdim, yaxshilab nima qilinglar, noturablar yozmanglar. Ular ham meni gapimni quloq solmadi va to'g'ri qiladi. Hamma o'zini fikri bilan ish qilgan yaxshi, lekin tajribani qilsa, balki komaga tushmasdi. Dori kompaniyalarini sotuvchilari o'chirib kutib ovora bo'lmanglar. Davolovchi vrachlar sizlar bilan shartnoma tuzmaydi deb yozgansiz. To'g'ri savol beraman, qo'polroq bo'lsa ham undan kelishi mumkin bo'lgan foyda qaydan kelyapti endi? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ijtimoiy faol inson birinchi navbatda bolalar va kattalar nevrologi va boshqa sohalarda ham faol, masalan, ta'lim sohasiga ham g'amxo'rlik qilishadi. Nevrolog Shahzod Shohyusupovni shaxsini, uni brendini, insonlarga qanday manfaati tegishi mumkinligini va sizlar bilmagan qirralarini, javobini bilishni xohlagan savollaringizni ochib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun sizga savollar tayyorlab kelganman. O'zimni qiziqtirgan savollar, auditoriyani qiziqtirgan savollardan asta-asta beraman. Xudo xolasa qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolasa. Birinchi navbatda o'zingizni tanishtirsangiz, tanimaganlar uchun, kimsiz, qayerda tug'ilgansiz, hozirda faoliyatingiz qanaqa, qisqacha ma'lumot bersangiz, keyin chuqurroq kiramiz. Ha. 1986-yilda Qarshi shahrida tug'ilganman. U yerda 6-maktab tamomlab, Qarshi shahridagi tibbiy kollejda tugatganman. Undan keyin ma'lum vaqt orali o'tgandan keyin 8 yildan keyin Toshkent pediatriya tibbiyot institutida tibbiy pedagogika yo'nalishini tugatganman va shu institutda magistratura kattalar nevrologiyasini magistratura 3 yillik tugatganman. Bolalar nevrologiyasini Shomansurov kafedrasida tugatganman. Va undan keyin bir qancha davlat tibbiy muassasalarida ishladim. Oilaviy poliklinikada ishladim, xususiy klinikalarda, tibbiyot kollejida, tibbiyot institutlarida dars berdim. 7-shahar klinik shifoxonasida ishlaganman, shifokor, nevrolog shifokor bo'lib. Tez yordam brigadasida ishlaganman, vyezdoy chaqiruv shifokori bo'lib. Karantin vaqtida Covidda ham shifokor bo'lib ishlaganman. Tushunarli. Hozirda Shahzod Medical klinikasini asoschisi, bosh shifokor bo'laman. Tushunarli. Men masalan sizni taniganimda meni hurmat qilgan ko'p sohani odamlari, ta'lim sohasidagilar ham, tibbiyot sohasidagi yoki psixologiya sohasidagilar ham sizni kuzatishini ko'rdimda, shular orqali Instagramdan ko'rib qolganman sizni va o'zingiz g'oyibdan kuzatib yurgan paytim kitoblar challenge qilganimda o'quvchilarga, Olisudagi o'quvchilarga o'zingiz bog'langansiz va birinchi marta katta partiyada kitob yuborgansiz. Keyin kim bu odam? Aytamiz deb kelishgandek-ku, deb yurasiz. Nega bizasiz? Yo'q. Ochib berish uchun o'zimni qiziqishimni tasvirlab bermoqchiman. Kim bu odam? O'zi vrach ekan. Vrach ekan. Nimaga ta'lim sohasiga bunaqa resurslarini beryaptilar, tikyaptilar, qarashyaptilar, g'amxo'rlik qilyaptilar deb qiziqdim. Keyin olimpiadalar tashkil qilgan ekansiz. Instagramda aktualniyda ko'rdim. Men uchun juda qiziq. Nima uchun siz aynan nevrologsiz? Birinchi navbatda nimaga aynan nevrologiya va nimaga boshqa sohalarga ham g'amxo'rlik qilib, shunaqa o'rganishga harakat qilasiz, hamkorlik qilishga harakat qilasiz? Shuni yoritib bersangiz. Birinchi uchratda shifokorlikdan ham ko'ra men vatanparvarman. Vatanimni yaxshi ko'raman. Qaysi sohada bo'lsa ham rivojlanishni xohlayman
bu sohalar faqat tibbiyot emas, birinchi o'rinda pedagogika yo'nalishi bolalarimiz o'qisak, qancha bilimli bo'lsa, yurtimiz quvvatli bo'ladi, shuncha kuchli bo'ladi, shuncha ravnaq topadi va tibbiyotimiz ham shuni orqasidan rivojlanadi va tibbiy bilimlar oshadi insonlarimizni hammani. Men o'zi hayotda hamma kasb egalarini hurmat qilaman. Asosiy hayotimizda o'zi rol o'ynaydigan kasblar 4 tasiga yuqori qarayman-da. Shu birinchisi o'qitish bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bo'lsa, men o'zim ham shug'ullanganman o'qitish bilan, tibbiy yo'nalishlar bo'yicha, medikollejda aytganimdek. Ikkinchisi sog'liqni saqlash bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi ulamolarimiz turadi va to'rtinchisi organda ishlaydigan mutaxassislarimiz, xodimlarimiz kiradi deb bilaman. Shuning uchun ham harakat qilaman O'zbekistonimizni har tomonlama rivojlanishini. Rahmat. Shunga. Faoliyatingizni boshlaganingizga necha yil bo'ldi? Hozirda klinikangiz bor, xususiy klinikangiz bor. Mashhursiz. Yo'q, unchalik emas. Necha yil bo'ldi shu faoliyatni boshlaganingizga, ya'ni universitetni bitirib ish boshlaganingizga? Xo'p, tibbiy sohadagi ishimni bakalavriat davrida boshlaganman. Ya'ni shu частный klinikalarda ishlaganman, shu o'qib yurgan paytim bakalavriat 6 yillik. Magistraturada ham o'qiganman, ham ishlaganman. Necha yil shunda? 8 yil bo'ldi. Zo'r. Shunaqa. Men 6 yil oldin boshlang'ich o'qituvchisi edim, hali ham boshlang'ich o'qituvchi. Xudoga shukr. Zo'r. Nega aynan nevrologiya? Nega aynan nevrologiya? Xo'p, nevrologiya boshqa sohalarda, tibbiyotning boshqa sohalariga qaraganda qiziqroq, murakkabroq, chuqurroq, ko'proq kasalliklar, har xil qiziq kasalliklar bor. Shuning uchun qiziqib qolganman. O'zi aslida hamma tibbiyot institutida o'qiydiganlar bakalavriatda o'ylab yuradi, qaysi sohani tanlasam. Men 3 ta sohani o'ylab yurganman. Birinchisi xirurgiya, ikkinchisi lor va nevrologiya. Qabulxonalarda navbatchilikka turardik, qiziq bo'lardi. Xirurgiyada operatsiyaga kirganman. Birinchi operatsiyamiz onkologический shahar onkologiya markazida bo'lgan. 12 soat operatsiya bo'lganda. Haqiqiy o'sha operatsiya qiladigan doktorimiz, professor, legenda deydi-ku, shunaqa inson ekan. Bitta oyoqda turib, onkologiya qorin sohasida aniqlangandi, metastaz berib, ya'ni tarqalib yurakka ham o'tgan ekan. Aslida abdominal xirurgiya alohida, grudnoy xirurgiya alohida, ya'ni qorin sohasidagi xirurglar alohida bo'ladi, ko'krak qafasiga. Ochib qo'yilgan, ular hammasini qilib ketardilar. Qoyil qolganman. Biz lekin bir 10 martaba chiqib kelganmiz, ko'nglimiz aynib, xirurgiya bizniki emasligini shunda tushungan. Lor sohasiga keladigan bo'lsa, yaxshi ustoz chiqmaganmi, topolmaganmizmi? Nevrologiya yaxshi ustozlar chiqqan. Vaqtda bakalavriatda boshlaganmiz, 4-kursdan boshlab nevrologiya sohasini tanlab kelganmiz. Shunaqa. Zo'r, yaxshi. Qarangda, men muvaffaqiyatli odamlarni kuzatishga harakat qilaman. Kuzatish orqali savollarimga javob olib, muvaffaqiyat sirlarini o'rganishga harakat qilaman. Men o'zimda shunaqa narsa borki, ustozlarimiz aytgan, Alloh bilan shartnomang to'g'ri bo'lsin deyshadi. Ya'ni Alloh bilan ochiqchasiga gaplashib shartnoma imzolanmaydi, lekin u ishoralar orqali, shartnomaning shartlarini sizga bildiradi. Shunaqa odamlar bor, hayoti alg'ov-dalg'ov bo'ladi, chunki men aytaman, ular Alloh bilan shartnomasi to'g'ri tuzilmagan yoki hali shartnomasini bilmagan shartlarini deyman-da. 8 yil dedingizmi, faoliyatingizni boshlagan, 2 ta klinikangiz bor, adashmasam. Faqat klinikalar sonidan emas, natijalar, odamlarning e'tirofi nuqtai nazaridan, sizni qilgan ishlaringizni ko'lami nuqtai nazaridan men sizni muvaffaqiyatli inson deb bilaman va sirini bilmoqchiman. Alloh bilan shartnomangiz qanaqa? Nimani qilmaysiz va nimalarni qilasiz? Shu muvaffaqiyatga erishganingiz sabablari nima deb o'ylaysiz? To'g'risini aytsam, bu haqda hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Lekin menga Alloh omad bergan. Nimaga ish qilsam, tavakkal boshlayman. Ish zo'r, yaxshi bo'lib ketaveradi. Lekin nimadir xato qilsam, orqaga ketib qolaman. Shuni bilaman. Shuning uchun qochib yuraman shunday narsalardan. Yomon narsa qilmaslikka, xato qilmaslikka harakat qilaman. Shunaqa. Ataylab qilmagan tarzda shu yo'ldan yurasiz, muvaffaqiyatga erishasiz. Bu tarbiya mahsuli bo'lishi ham mumkin, qadriyat mahsuli bo'lishi ham mumkin. Shunday qadriyatlar asosan shunaqa.
Sizni harakatga keltiruvchi kuch nima? Harakatga keltiruvchi kuch bemorlarning ko'zidagi quvonch. Eng zo'r kuch shu. U lecheniya qilasiz. Yillar davomida bizlar reabilitatsiya bo'lgani uchun yurish uchun harakat qilamiz. Qaysidir bolalarimizda bir kunda bo'ladi. Bir kunda ham yurganlar bor kelib. 10 kunda ham aslida reabilitatsiya yurish uchun yillar vaqt ketadi. O'shani yurganda ota-onasining ko'zidagi sevinch yoshlarni ko'rib rahmat deyish bilan energiya olasizda. Shu harakatga soladi bizani. Zo'r. Qarang, nevrologik muammosi bor umuman mijozlarni muammosi ham jiddiy, muolajalari ham, hatto tekshiruvlari ham qimmat turadi. Men o'zimcha xabarim bor. Sizni shu klinikangizdagi xizmat, endi sizlarda xizmat sotiladi-da. Bozor tili bilan aytganda xizmat sotiladi. U xizmatni narxi qaysi o'lchovlarga qarab o'lchangan, belgilangan va bozorga solishtirganda qanchalik arzon yoki qanchalik qimmat? Xo'p, o'zi haqiqatdan ham meditsinaning o'zi qimmat. Har bir sohaga kirib kelganda kimdir qaysi sohani tanlaganda og'riq bilan tanlaydi-da o'sha sohani. Og'riqlarni ko'radi. Menda ham bu muammolar o'tgan, qimmatligi yoki boshqa ochratga turishi yoki shifokorlar bilan bemorlar o'rtasidagi katta to'siq devorlar borligi shular sabab aslida kirib kelganman-da bu narsaga. Bu ham og'riqlardan bittasi. Aslida tibbiyotda standart bo'yicha, Yevropa standarti bo'yicha bitta klinikaga bordingizmi, siz shifokorga ko'rindingizmi, birinchi navbatda konsultatsiya qiladi va sizga chiqarib berilgan tekshiruvlar ro'yxati bor. Bir xil hammaga topshirish kerak. Misol uchun 1 oy oldin boshqa klinikaga topshirgan bo'lsangiz, yo'q o'tmaydi. Chunki har bir klinikani laboratoriyasi, tekshiruvi bir-biriga to'g'ri kelmaydi ko'rsatkichi. Shkalasi hammaniki har xil bo'lishi mumkin. Yoki qandaydir ishonchsiz laborantkasi bordir yoki xato qilib qo'yadigan. Hamma ro'yxatdagi analizlarni topshirasiz, keyin sizni shikoyatlaringizni ko'rib, hammasini tahlillarni xulosasini bir-biriga moslashtirib, sizga asosiy tashxis qo'yadi. Talab shunaqa, xohlaysizmi, yo'qmi? Bizga ham bu narsa endi kirib kelyapti. Toshkentda 100% bu narsa bor. Buni lekin ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Bu bizni klinikaga borganimizda doktor sog'ib tashlayapti, hamma narsani qilyapti, tekshirtirib taylayapti deydi. Aslida mana shu tekshiruvlar har yili bekorga majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazilmaydi-da. Dunyo bo'yicha onkologik kasalliklarni oladigan bo'lsak, O'zbekistonda juda ham ko'payib ketyapti. Nimaga degan savol to'g'ri keladi. Bunga birinchi navbatda diagnostika rivojlanayotgan, ya'ni tekshiruv apparatlari, yangi zamonaviy PET apparati yoki boshqa tekshiruvlar va vaqtida tekshirishga harakat qilishlar bo'ladi. Ko'paymayapti, mas xabar topyapmiz. Xabar topyapmiz aniqroq. Lekin bizga O'zbekistonda boshqa chet davlatlarda onkologiyaning o'zi 4 ta bosqichi bor. 4 ta bosqich bor, 2, 3, 4. Chet el davlatlari birinchi bosqichda o'tib ketsa, ikkinchi bosqichda aniqlaydi. O'zimizda esa 3-chi, 4-chi bosqichda. Lekin bu 3-chi, ayniqsa 4-chi bosqichi xohlaysizmi yo'qmi 99% o'lim bosqichi deyiladi. Nima uchun? Diagnostikalar to'g'ri qilingani uchun o'z vaqtida tekshirilayotgan. Biz o'zimizga qaramaymiz, ozgina bu yog'imiz og'risa ham o'tib ketadi, hech nima qilmaydi. Qo'yog'i surtib qo'yamiz, boshqa qilamiz deymiz. Shuning uchun 3-chi, 4-chi bosqichda aniqlanyapti. Shuning uchun ham bu tekshiruvlar kerak. Lekin men bularni ham o'ylagan holatda hammani ham imkoniyati yetmaydi. Ayniqsa men keladigan bemorlar asosan viloyatdan keladi, imkoniyatiga yetmaydi. Umumiy men shuning uchun har bitta bemorga vaqt cheklamaganman. Ba'zi bir klinika doktorlar shunday vaqt ajratgan, misol uchun konsultatsiya 500 ming so'm, 10 minut yoki 15 minut vaqt deydi. Yo'q, menda unday narsa yo'q. Men gaplashaman, qanday boshlandi, homiladorlik qanday bo'lgan, tug'ruq qanday bo'lgan, nima qilib qo'ydi, cho'chiyaptimi, cho'chishi shovqinda cho'chiyapti, tinch holatda cho'chiydimi, so'rayman, to'liq ma'lumot olaman. Kerak bo'lsa yarim soat ham gaplashgan bemorlarim bor. Yarim soat o'chiribda turdim eshigingiz tagida. Shunaqa. Shuning uchun men yordamchilarim bilan urush qilaman. Men ko'p kasal olib kelma, 20 tadan oshma, 20 ta ham men uchun nagruska, chunki har bittasi bilan gaplashaman-da. Nagruska kamaytiringlar deb doim urushaman, ular baribir ularni ham tushunaman. Ota-onalar yo'q, mana shu kuni bo'sh vaqtim bor, boshqa deydi. Shuning uchun ko'p vaqt ajratganim uchun men harakat qilaman, uni ko'proq analiz topshirmaslikka, kamroq
o'shalarni taxminiy qilaman, shubha qilgan narsalarimga men bunga tushgun, senga reabilitatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, ega olishing kerak. Chunki bu to'klar sudurga moyillik bo'lsa, umrida ham sudurga bermagan bo'lsa, sudurga yashirin o'chog'i bo'lsa, sen bo'lingga mumkin emas. Yoki oyog'imda og'riq bor deb keldi. Oyog'ingdagi og'riq qachon boshlanadi? Mavsumiymi, sovuqda ta'siri bormi? Oyog'ingdagi bug'im og'riydimi? Bosib ko'raman, og'rig'i bormi? Mushaging og'riyaptimi yoki suyaging og'riyaptimi deb hammasini so'rab chiqaman. Agar suyakda yoki bo'g'imlarda og'riq bo'ladigan bo'lsa, umumiy qon tahlili bilan remoproba degan tekshiruv bor. O'shani aytaman, shu soha MRT tekshiruvi. Unga hamma ro'yxatdagi analiz, boshqa tekshiruvlarni emas, keraklarni qilaman. Birinchi shuning uchun konsultatsiya bo'ladi va o'sha konsultatsiyamdan xulosa chiqarib, shikoyatlarni eshitib, nevrologik ko'riklarimni qilib, kerakli bo'lgan analiz yoki tekshiruv qog'oziga aytaman. Agar yaqinda 1 oyda yoki 2-3 oyda tushgan bo'lsa, agar 3 oygacha keyin qandaydir o'zgarish kuzatilmasligini bilaman qaysidir tekshiruvlarda. O'shanga qarab, yo'q, shuning bo'ladi, boshqa tushishing shart emas deb tavsiya qilinadi. Demak, men tushunishim bo'yicha maksimal tekshiruvlarga ham bo'lar bo'lmasa jo'natmaslikka harakat qilar ekansiz, a? Bo'lasmas. Shuning uchun Yo'q, sizga ko'p tushuntirdim. Aslida kerak. Yo'q, qarang, men yashab o'tganman u narsalarni. Masalan, farzandimdagi holatda unaqa jiddiy holat bo'lmagan, lekin diagnostika markazlariga unisiga jo'natgan shaharda bu chekkasida, bunisiga jo'natgan shahar bu chekkasida klinikada bo'lib boshqa joyga yuborish haqiqatan. Keyin bildim ularni hamkorligi bor ekan. Shunchaki. Keyin shu muammosi bo'lishi mumkin. Men u joyda taxmin qilaman, uni diagnozini olib kel deydi. U otasi ekan, masalan, boshqa klinikada ishlaydigan mutaxassisda. Bu narsani bitta men yashab o'tmagandirman deb orada so'radim, lekin meni asosiy so'ragan narsam raqamlarda aytmagan holatda xizmat ko'rsatish, davolanish sizni klinikangizda bozorga solishtirganda arzonmi, qimmatmi, o'rtachami? Arzondan qimmatroqmi yoki shunaqa raqam aytmagan holatda nima deb o'ylaysiz? Mijoz sifatida umuman bozorga solishtirganingizda? Biz ko'rsatayotgan tibbiy muolajaga nisbatan, tibbiy muolajani saviyasi va ko'rsatayotgan xizmatimizning reputatsiyasiga nisbatan narx arzon. Endi bu gapni men aytishim to'g'ri emas-da, shuning uchun o'zingizdan eshitish kerak, chunki siz patsientlar bilan ko'z-ko'zga tushadi ertaga, hamma bilishi ham kerak. Siz aytsangiz bu zo'r bo'ladi. Masalan, men o'zim bilaman, EEG tekshiruvini men 4 yil oldin bolamga qildirganim 3 dan 1 narx ekan hozir. EEG tekshiruvi. Yaqinda ham kimgadir tavsiya qildim, qo'rqar ekan, qo'rquv bor ekan. EEGga olib boring, nevrolog EEGga olib boring degan ekan. Olib boraymi, nima deysiz ustoz deydi. Endi men pedagogik ishlashim kerak, u bilan olib boring, avval buni bilaylik desam 1.800.000. Yo'q, ustoz. Shunaqa dedi, olib borib. EEG tekshiruvini 15 minut, 20 minutligi bo'ladi. U standart narx. Keyin EEG qanaqa tushirgan? 1 soatligi bor, 3 soatligi bor yoki sutkaligi bor. Ya'ni sutkaliklar uzoq vaqt tushiriladiganlari yashirin sudurga bormi, boladagi paydo bo'lgan qiliqlar yoki ko'zini uchishi, pirpiratishi. Uyquda deyishganda o'zi shu klinikada. Lekin qimmat. Agar 1 soatlikda bo'ladigan bo'lsa 1.800.000 so'm juda qimmat. Chunki men bizda arzon deganim sababi bizniki reabilitatsiya markazi. Faqat dori-darmonlar bilan emas, boshqa klinikaga o'xshab bizda dori-darmon kerakligi yoziladi. Agar shuni organizm kerak ham ortiqcha yozilmaydi. Bir xil aytadi-da, biz lecheniya yozdirdim deydi, ko'p spiska deydi. Bittasi deydi yurakka foydasi bor deydi, bittasi jigarga zarar berar ekan, jigarni himoya qiluvchi yana bitta yozibdi, bittasi ko'ngildan aytar ekan, ko'ngilni qoldiruvchi yana bitta yozibdi deydi. Unday narsalar yo'q-da bizda. Asosan reabilitatsiya bo'lganligi uchun bitta bemor yotdimi, misol uchun kattalarda insult, qo'l oyoq harakat bo'lmasligi. Hozir ko'p hammada uchraydigan grija kattalarda yoki bolalarda DTSP, mikrosefali harakat yoki nutqi bilan orqada qolish. Bularda faqat dori ko'lmasi yotdimi, kamida 6 ta mutaxassis shug'ullanadi. Ya'ni dori ukolni alohida bitta hamshira qiladi. Fizlecheniya elektroforezi kerakmi? Alohida mutaxassis qiladi. TMS apparati kerakmi? Uni alohida bitta shifokorimiz qiladi. Ignoterapiyani alohida bitta shifokorimiz qiladi. Misol uchun
unga massaj kerakmi, massaj mutaxassis qiladi. Elfga mashg'ulot kerak, insultlarni nevro reabilitatsiyani nima qilish uchun kerak, unga ham yana bitta mutaxassis kerak bo'ladi. Nutqida muammo bor, logoped defektolog alohida yana mutaxassis shug'ullanadi. Umumiy olib qaraganda bizda arzon. Tushunarli, yaxshi. Menda o'zimni qiziqtirgan savol bor. Endi siz bitta o'zingiz hamma faoliyatni bajara olmaysiz, aytyapsiz, mana umumiy xizmat narxini ichiga nimalar kirishi, qanaqa xodimlar kerak bo'lishi, bitta o'zingiz hamma funksiyani bajara olmaysiz va xodim olishda nimalarga e'tibor berasiz? Zo'r savol bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatdan ham boshida klinika ochganimda o'zim qilardim. Hammasini o'zim qilardim. Keyin sekin shogird olib, ishchi olib, tayyorlab, xo'p, birinchi e'tibor beradiganim yosh xodimlar olaman. Chunki ular yangi fikrlashi, yangi qotib qolmagan eskicha metodlar bilan yoki dori-darmon bilan va olgan xodimimni men harakat qilaman kamida 1 yilda 2 ta joyga kurs qanaqadir nima o'qib kelishiga. Va ulardan ishda olganimda talab qiladigan qadriyatim bemorlarni sevishing kerak. Ularga yomon muomala qilishing u yoqda tursan, sevishing kerak, mehring berishing kerak. Bizga shuning uchun kelishadi. Bu oladigan dori-darmonni xohlagan klinikadan uyga borib hamshira ham qilib qo'yadi deyman. Talab qiladiganim shu. Uni katta bilimli, katta o'zidan kimdir yasab olgan emas, bilimga chanqoq intiladigan yosh xodim olib, uni tarbiyalab, o'qitib, yaxshiroq mutaxassis qilish. Shu keyingi savolimni ozgina ichiga kirib qo'ydingiz, oldindan javob berib, men sizni o'rganayotganimda surishtirdim. Sizda talaba shu ishchilaringiz bor. Ular o'zlari aytishdi, men bu odamni tanimayman deb sekin gap olganimda, o'qishga borib kelishimizga bemalol sharoit qilib berishadi ishorasida va o'zimizni ustimizda ishlaganimiz uchun premiya berishadi, oyligimiz ustiga pul qo'shib berishadi deyishdi. O'qishimizga bemalol borib kelib, boshqa payt vazifamizni bajarib qo'ysak bo'ldi shu kun mobaynida deb shunaqa deyishdi. Ketish ham mumkin, vazifasini bajarib qo'ysa yoki orada borib kelish ham mumkin. Shunaqa ekan, menda bitta qiziq savol tug'ildi. To'g'risi tasavvur qilib ham javobini topa olmadim. Xo'p, yosh xohlar ekansiz, yosh yangi kadr xohlar ekansiz. Nimaga aynan tayyoriga emas, tayyorini olaman shu pulimga deb emasda, o'rgatib o'zingiz, hatto o'zi o'rgatib, o'zi ishga olganam deb eshitdim. O'sha o'rganayotganga tikyapsiz. Menga shu qiziq. Zo'r. Yaxshi. Xo'p, o'rganib kelib tayyor bo'lgani u boshqa ustozni fikrini, qadriyatini, uni nimasini olib bo'lgan bo'ladi. Uni o'zgartira olmaysiz. Olganman ham tayyorini, qachonki majbur bo'lganimda, mutaxassis bo'lmaganda, yangi mutaxassis kerak bo'lganda olganman. Misol uchun o'rta tibbiyot xodimini oldim, elfika mutaxassisligi bo'yicha. Mana bunday yo'nalishda qilasan, baribir aytaman. Lekin men bunga sudirga moyillik bo'lishi mumkin. Buni yengil silab qilasan, buni o'yin tarzida, hech qaysi bolani yig'latmaysan deb tavsiya berib nima qilganimda, ular mendan so'roqsiz bemorga tashxis qo'yadi. O'rta tibbiyot xodimi tashxis qo'yishga haqqi yo'q. Bolangizda mana bunaqa bor ekan, son chanoq qismida chiqish bor ekan yoki mana bunday bor ekan, u tabiiyki kimga murojaat qiladi? Menga keladi ota-ona. Men shunday deyapti doktoringiz. Men shunaqa holat. Men aytaman, hozir mana kasalliklar bor. Buni oyog'im bunday tortilib turishi tonusidan. Hozir tonusini bo'shattirmasak, buni tonusini, ya'ni mushaklarni kesib cho'zuvchi operatsiya usullari o'shanga uchun ham reabilitatsiya kerak. Men bunday ketyapti. Aslida tushuntiraman. Baribir qo'rquv vahmiga tushib qoladi. Yangisini olsam, men unga hammasini tushuntiraman. Bilim noldan oladi. O'zimning video darsliklarim bor. Ya'ni mushaklarning joylashuvi bo'yicha, qaysi mushak qayerga buriladi, qaysi nerv boshqaradi, qaysi DCPning kasalligining turida qaysi mushak ichkariga tortadi, qo'l ichkariga tortsa qaysi mushaklar tonusda bo'lib turibdi, qaysilari bo'sh turadi, tonusda bo'lgan mushakka nima muolaja qilish kerak, bo'sh bo'lib ishlamaydigan tonusini kuchaytirish uchun nima qilish kerak, o'sha darslarni o'rganib chiqadi avval. Ish boshlashdan oldin shogird bo'lib yuradi. Men keyin uni imtihon qilaman, video darslarimni ko'rgandan keyin unga muolaja qilishga imtihonni o'tsa, amaliy nimalar beriladi, keyin unga ruxsat beriladi. Agar o'qimayotgan bo'lsa, men bu yil xursandman, 5 ta xodimim o'qishga kirdi.
O'tgan yili 3tasi kirgandi, oliygohga kirgandi. Albatta yordam beraman, chunki ularga yordam bermasak kim yordam beradi? Ertaga baribir bizga keladi, Xudo xolasa. Tushunishim bo'yicha, demak, o'zingizni uslub va metodlaringizni o'rgatish ham maqsad. Keyin ustoz shogird munosabati ham bor ekan sezdim, chunki sizdan tashqari ham katta massajchi xodimlar kichkinalarga o'rgatganini tushundim. Mashhur Osmonova adashmasam, ayol vrachdan ko'p narsani o'rganishganini yoshlar aytyapti. Kimdan o'rgangansiz, qayda o'rgangansiz? Menga qiziq-ku, hamma narsani bilgim keladi. Shu yerdagi vrachlar aytishyapti-da, shular o'rgatgan deb. Zo'r, juda ham yaxshi. Rostdan ham ancha qulay va sifatli kafolatlaydi o'zingiz uslubingizdagi xodim bo'lsa ham. Va bu narsa nimaga olib keladi? Tayyor kelsa bizga narxi qimmat bo'ladi. Men 10 millionning tepasiga ishlayman deydi. Bular noldan mana shu yerda o'rganyapti-ku. Oyligi misol uchun 5 million. Lekin ular biladi, mani o'qishiga, yangi bilimini oshishiga bu yoqqa kelib bizga ishlayotganiga har oyda kerak bo'lsa har yilda karra o'sishini biladi. Shunaqa deyishdi. Shu tomoni ham shuni hisobiga birsida arzon yana. Yana bitta qiz aytdi, agar dedi vrachga yangi narsa o'rgandik deb gapirib beradigan bo'lsak, albatta pul ko'tariladi deydi. Qachon kirasizlar shunga deb qiziqib qoldim. Men bo'lganimda har kuni yangi narsa topib kirardim, pulim oshadigan bo'lsa deb hazillashdim. Zo'r, juda chiroyli, o'rgansa bo'ladigan narsa ekan. Rahmat. Endi klinikani rahbari sifatida inson omili bilan ishlaysizlar va inson omili sizlarga bog'liq bo'lmaydi. Unga ta'sir qilib turadigan boshqa sabablar ham bo'ladi. Masalan, kasallarni ota-onalari o'zi charchagan, iqtisodiy qiyinchilikda yoki umuman har tomonlama qiynalib turgan bo'lishi mumkin, yoki xodimlarni o'zini har xil muammolari bo'lishi mumkin va ish jarayoniga ta'sir qiladi. Aytmoqchi bo'lganim, mijoz har xil vaziyatda keladi, xodim har xil vaziyatda bo'lishi mumkin va ularning o'rtasida ziddiyat, ya'ni ijtimoiy munosabatlarda ziddiyat kelib chiqishi mumkin. Hamma uchun javob berish qiyin emasmi? Klinika lekin Shahzod Medical sizniki. Qo'rqinchli emasmi? Oson emas haqiqatan. Xo'p, xodimlarga nisbatan men boshliq sifatida o'zim qaramayman. Xuddi do'sti, yaqini, aka-ukasidek bo'lishga harakat qilaman. Eshitib, ularning muammosini hal qilishga, nimadir muammo bo'lsa, hech qachon unutmanglar, aytaman-da, bular bemor. Bemorga nisbatan men o'zim shunday qaraymanki, u kasal. Misol uchun, psixiatr shifokorlar bu bemor jinniligini biladi. Urib qolsa yoki o'ldirib qolsa aybi yo'q. Men ham bemorga shunday nazarda qarayman. Urush qilib keladimi, ozgina narsaga to'polon qiladimi, bemor doim haq. Uni sen hozir ko'nglini olib, tushunishga harakat qilib, uni eshitgin, o'zi aytadi muammosini. Shuni shunday qilib ber deb aytadi. Aytganini qilsanki, hamma narsa hal bo'ladi deyman. Haqiqatan ham shunday muammo bilan juma kuni ham xuddi shunday bo'ldi. Juma kuni emas, payshanba kuni shunday bo'ldi. Pastda bo'lgan tepada ham bitta borib chiqib gaplashib xodimga ham buni tushuntirdim, ularga ham va xodim nomidan ulardan kechirim so'radim. Xodimga u noto'g'riligini tushuntirib, bunday qilma, xato qilma, bunday qilib, bundan og'ir holatlar uchraydi deb tushuntirib, oson emas haqiqatan, juda endi sekin harakat qilyapmiz, vazifalarni topshirishga, bo'shashga harakat qilyapmiz xodimlarga. Menda yana bitta savol bor. Nevrolog uchun, aynan bolalar bilan ishlaydigan nevrolog uchun va bunday klinikada ishlaydigan xodimlar uchun empatiya qanchalik kerak? Kerakmi o'zi? Boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish, anglay bilish. Birinchi o'rinda kerak. Bizning qadriyatlarimizdan ham bittasi shu. Kelgan ota-onani hammasini tushunishga, his-tuyg'ulariga e'tibor berishga harakat qilamiz. Menga kelib aytmayman-ku, konsultatsiyam 20 minut, ba'zi yarim soatga ham cho'ziladi. Siz faqat kasalligini eshitadi deb o'ylaysizmi? Bir 5-10 minutdan keyin o'zining muammosini aytib keta boshlaydi. Iloji yo'q, eshitish kerak. Nima sababdan kelib chiqqanligini eshitamiz, gapini bo'lmasdan va oxirida aytamiz shifokorligimizni, oilaviy muammolarga aralashmasligimizni va harakat qilaman va hammani aytaman, ogohlantiraman. Bemorlarga hech qachon nima qilmanglar, ayniqsa mana shu bemorga o'zi shundoq ham uyda yoki boshqa sohasida o'zida shunaqa muammo bilan kelgan, hech bo'lmasa 10 kun davomida kurortga kelganda komfort his qilib ketsin, aytganini qilinglar deb talab ham qilaman xodimlardan.
Kasal bo'lib qolmaysizlarmi bunaqada hammani hissiyotini tushunsanglar, o'yini masalan eshitsanglar. Biz aytdik-ku, biz ularga bemor sifatida qaraymiz. Biz o'zimizga o'xshagan yoki raqib yoki bir nima deb emas, bemor davolangan kelgan, oxirida davolanib bo'lgandan keyin qo'polroq gapirgan bo'lsa yoki tushunmagan savolga qo'polroq gapirgan bo'lsa, uzr so'rab ketishadi o'zlari. Chunki yaxshi bo'ladi mumkin ichida. Shunaqa. Endi jiddiyroq savol beraman. Menimcha kutmagansiz bunaqa savollarni. Hech qaysini kutganim yo'q. Aytmadingiz hech qaysini. Qarang. Mutaxassislar bor, shu sohangiz bo'yicha baribir mutaxassislar Juda bor. ko'p. Sizdan endi qanchalik baholaysiz yuqori darajada bo'lishi mumkin. Men faqat sizni taniyman hozircha yaqinroqdan. Nima uchun aynan sizni tanlashlari kerak? Mijozlar nima uchun aynan sizni tanlashlari kerak? Shu savolga qanday javob bergan bo'larsiz? Xo'p, haqiqatan ham mendan zo'r shifokorlar bor, reabilitologlar bor, professorlar bor. Men tanlashlari sababi men harakat qilaman, hamma kasalligiga yopishib nima qilib ketmayman. Tor mutaxassisligimni o'zim ko'rgansiz. Kattalarda asosan insult yoki grijalar yoki qo'rquv vahma bosh og'riqlari bilan. Bolalarda DTP, nutqiy yoki aqliy rivojlanishdan orqada qolishlar va butun fikr xayolim fokusni bitta joyga qarataman va komandam bilan ham birgalikda shu narsa haqida nima qiladi. Boshqa mutaxassislarga o'xshab bir o'zim faqat dori-ukkol bilan emas, komandam bilan ishlayman va yotgan bemor yoki qatnab olayotgan bemor ustida ular massajchimiz bordir, logopedimiz, ular mendan maslahat so'rab turadi. Bir-birimiz bilan konsulem qilamiz. Nima qilsak, qisqa vaqtda yaxshi natijaga erishadi. Misol uchun 3 oy oldin, 3-4 oy oldin biz bitta challenge e'lon qilgandik, ya'ni 1 oy davomida natijagacha muolaja deb. Va 5 ta bemor olgandik. 2 marta qildik, 10 ta bo'ldi umumiy hisobda. 10 tadan 8 ta bemorimiz yurib ketdi. 2 tadan bittasi uydagi muammolar sababli vaqtidan oldin ketdi. Bittasi bolaning organizmi ko'tara olmadi muolajalarni. Va shu 1 oylik muolajalar davomida qaysidir bolamiz 7 kunda yurdi, qaysidir 20 kunda, qaysidir 27 kunda, eng uzog'i 27 kun bo'ldi. Deyarli 100% ga yaqin natija bo'ldi. Bizning maqsadimiz qisqa vaqtda yaxshi natijaga chiqish. Bola uchun nima kerak? Shu narsa kerakmi? Misol uchun elfga mashg'ulot kerakmi? 3 mahal qilamiz. Bir mahal qilinadi, bu puli bunga to'langan, 3 mahal shug'ullansa bu mutaxassisimiz 3 mahalga oladi degan narsa yo'q. Dori-ukkol kerak emasmi? Mana bu dorilarni olib keling deb uni xarajatga qo'yilmaydi. Shuning uchun deb bilaman menimcha. Natija uchun harakat qilasizlar ko'proq. Shunday. Yaxshi. Bu narsani o'zimiz ham yashab o'tganmiz, eshitdik, yillab, masalan, 6 oylab olib yurishadi. Jim, hatto tuzalib ketadimi? Endi Allohdan hammasi diagnozni ham aniq aytmaydi kerak bo'lsa, men qila olmayman, mana bu odam taniyman, bu natijani ko'proq qilyapti, shunga olib boringlar degan gapni aytish yo'q-da, ko'p vrachlarda, masalan. Yoki xuddi sizga o'xshab hamma narsani bilaman, hamma narsa sohani ushamayman, aynan shu yaxshi biladiganlarimni, ko'p natija qilganlarimni olaman deyapsiz-ku, mana sanab o'tdingiz, masalan, insult va hokazo. Reabilitatsiyani ham natija berayotganini ham ko'rib turibmiz, masalan. Bu yaxshi. Ana nafsdan ko'ra. O'zi aslida ham shunday, nevrologiya bo'lgan bilan kasalliklar ko'p dedim-ku yuqorida ham. Misol uchun hozir bu narsa rivojlanib ketyapti, aslida yaxshi. Misol uchun sudraga bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bor. Epileptolog deydi. Nasliy degenerativ kasalliklar bor, mushaklar bo'shashi bilan kechib boradi. Bular genetiklar o'zini mutaxassis ko'rgan yaxshi. Hozir ko'pchilik mutaxassislar, mana massajchi, o'rta tibbiyot xodimlari buni tushunmaydi, elfika mutaxassislari. Bo'lsa o'rta tibbiyot, ba'zilarda o'sha ham yo'q, medkollejda ham o'qimagan 3 yillikda, ba'zilarda bor, shunaqalarni ko'rib eshitdim. Misol uchun PMD degan kasalliklar bor. Progressivniy meshni distrofiya, mushaklarning rivojlanib boruvchi, bo'shash bilan kechuvchi kasalliklar. Ularning turi bor. Dushen, Erbarota, Beker shunga o'xshagan turlari bor. Ularga hattoki tok qo'yish yodi tursa, massaj ham qilish mumkin emas. Nega desangiz, massaj qilganda jarayon tezlashtiraveradi, mushaklarni titilib ketaveradi, yemirilishini kuchaytirib yuboradi.
Shuning uchun aytaman, har bir ishni o'zini mutaxassis qilgan yaxshi. Sizni sohangiz emasmi? Haqiqiy mutaxassis qilsin. O'sha mutaxassis sudirgi bo'yicha 4-5 ta davlatlarga borgan, aynan sudirgi mavzulari bo'yicha ilmiy ish yo'qlagan, qaysi dorini bersa qanday dozada qisqa vaqtda chiqarib yuboradi. Sudirga boshlanganda, sudirga qarshi dorilarni ichganda yillab ichadi. Mutaxassisga borsa o'shani qisqa vaqtda chiqaradi. Har bir ishni mutaxassis qilsa, shuni tarafdoriman. Siz muallifligingizdagi natijaviy davolash usuli bormi? Yoki shunga o'xshagan ko'proq natija qiladigan, osonroq natija qiladigan narsani sezdingizmi o'zingizda? Masalan, mana shu ishni yaxshiroq qilaman, shu kasallikni yaxshiroq davolayman ekan degan kasalligingizmi bormi? Xo'p, shunaqa gaplarni ko'p eshitib turibman. Nafaqat shifokorlar, boshqa soha vakillarida ham kuzataman, eshitib qolaman. Mualliflik kursi, mualliflik nimasi, o'zi tagi kimdandir o'rgangan-ku, uni hech kim osmondan tushib o'rganib qolmaydi. Unaqa mualliflik degan narsa yo'q. Har bir yangi chiqqan narsa o'rganiladi, kimdir qanaqadir texnika ishlab chiqqan bo'lsa, solishtiriladi. Bu texnika DTP bo'ladigan bo'lsa, hamma DTPga ham to'g'ri kelavermaydi. 6 ta turi bor. Har bir turini bosqichi bor. Yengil, o'rta, og'ir turlari bor. U hammasiga bir xil qilaversa bo'lmaydi. Va har bir turini o'zini yana bosqichi bor. DTP yengil turi ham deylik, misol uchun yotibdi, boshini ham ko'tara olmaydi. Birinchi uni yurg'izib yormaysiz-ku. U bo'ynini tutish kerak birinchi. Bo'ynini tutish uchun mashqlar qildirasiz, keyin belini tutuvchi, keyin emaklatasiz, keyin tikka turish kerak, muvozanat markazi tiklanishi kerak. Tikka tura olmasligiga bolalarni bitta emas, bir nechta omillari bor. Faqat mushay deb o'ylashadi ko'pchilik, tonusi bor, tura olmaydi. Yo'q. Tikka tura olmasligi yoki yura olmasligi 3 ta sabab bo'ladi. Birinchisi mushaylar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi muvozanat markazi. Muvozanat markazi rivojlanmagan bo'lsa, bolani tikka qilib qo'ysangiz ham ketib qolaveradi, muvozanatini tiklay olmaydi. Va uchinchisi shaxsiy individuallik. Ya'ni ba'zi bir bolalar yurish kech qoladi. Uni kasallik deb massajchiga olib borishaveradi, massajchilar borib massaj qilaveradi. Baribir vaqt keladiki yurish vaqti. Mana bizni yurg'izib yubordik deydi. Ba'zi bir bolalar yurish kech qoladi, bu tabiiy holat. Tushunarli. Bo'lmasa savol soddalashtiraman. Qaysidir shu kasalliklarning ichidan, nevrologik kasalliklarning ichidan qaysi birini yaxshiroq davolaysiz? Shu savolni bersam bo'ladimi? Nima o'ylab ko'rishga ozgina vaqtingiz bor, masalan, o'ylab ko'ring, qaysi birini ko'proq yaxshiroq. Bolalardagi aytaveraman, bo'lsa qilavergan DTP, ya'ni harakat orqada qolgan bolalar. Bunga bolalar insulti ham kiradi, mikrosefaliya yoki ensefalit asoratlari ham, nutqiy rivojlanishdan, nutqiy va aqliy rivojlanishdan orqada qolgan bolalar, tungi enurezi bor bolalar, kattalarda insult, grija, bosh og'riqlari, mana shular bilan maza qilib ham yaxshi natijalarimiz ko'p bu soha yo'nalish bo'yicha. Tushunarli, zo'r. Nimaga izlab kelishlarini bilsin-da. Men surishtiraman odatda shunaqa. Endi yaxshi bajaradigan ishlaringizni bildik. Masalan, o'zim ham o'qituvchi bo'lganim bilan, o'qituvchilik sohamda qaysidir fanni yaxshi o'ta olmasligim mumkin, zo'ri bo'lmasligim mumkin, lekin qaysidir fanlarni zo'r o'tamanda, qaysidir ko'nikmalarda yaxshi shakllantira olmasligim mumkin, qaysidir ko'nikmalarda yaxshi shakllantiraman. Shu ma'noda so'radim. Endi sizni faoliyatingizdagi eng og'riqli kasallik, siz yaxshiroq davosini topishni xohlaysiz, shu izlanishdasiz yoki sizni eng og'riqli kasalligingiz qaysi? Ko'p kelishadi, lekin zo'r bajara olmaysiz, masalan, siz individual nima kamchiligingiz emas, qilishni xohlaysiz, yechim topishni xohlaydigan siz og'riqli qaysi kasallik bor? Nevrologik kasallik. Xo'p, DTPni diskinetik formasi bor, ya'ni ular qo'l oyoqda tonus bo'lishdan tashqari giperkinezlar bo'ladi. Ya'ni ixtiyorsiz harakatlar bo'ladi. O'zi tonusi bor, yurishiga to'sqinlik qilib turibdi. Yurish bosqichiga kelganda ham hamda ixtiyorsiz harakatlar uni yiqitib tashlayveradi. Shularda natija qiyinroq bo'ladi. Va ularda markazlar bo'ladi, muvozanatga javob beruvchi oq modda, qora modda yadrolar bo'ladi. O'sha soha zararlangan bo'ladi. O'shalarga qandaydir metodmi yoki qandaydir davo muolajalarini topishni xohlardim. Faoliyatingizdagi qiziqarli voqea. Qiziqarli. Qiziqarli voqea. Qiziqarli bo'lgan ekan.
man shundaymanda hayotda harakat qilaman, ishga keldimmi unutaman-da keyin ishdan chiqqandan keyin. Chunki uni olib yursangiz, uyga olib borsangiz, muhitni o'zizdagilar ta'sir qiladi. Shunday harakat qilamanki, uyga kirguncha xuddi ustidagi odam changini qoqib kirganda muammolarni unutib, charchoq holatda, asabiy holatda bo'lsa ham kulib, tabassum qilishga yo bo'lmasa tabassum ko'taradigan biror bir narsa ko'rib yoki kim bilandir gaplashib olib, keyin shu holda kirishni xohlayman. Uydagi uyda, ishdagi ishda qolish. Demak, ishdagi hamma narsani unutishga harakat qilasiz. Shaxsiy hayotingizga umuman aralashtirmaslikka harakat qilganingiz uchun unaqa eslab qolmaysiz. Bitta holat bo'lganda endi eslab. Bir yosh katta inson muolajalar tekshiruvga keyin konsultatsiya qildik. Dori unaqa narsalar kerak emas-da, og'riqlar bor, bo'g'imlarda igloterapiya, fizlecheniyalarni yozdik. Kerakli 2 tami 3 ta dori yozdim-da. Oldin lecheniya olgan qog'ozlarni ko'rsam ko'p dori olar ekanlar. Kamida 10 ta, 12 taga o'zlari so'rab yozdirib olar ekanlar. Keyin ular bilan yarim soat gaplashdimmi, 1 soatmi gaplashib, dorilarning nojo'ya ta'sirida hamma a'zolarga ta'sir qilishini gapirib, berib, nima qilganimdan keyin, rahmat, yaxshi tushuntirdingiz. Shu dorilarni ko'p ichishda to'xtatadigan dori yo'qmi? Shunaqa yozaversangiz yo'qmi deganlar-da. Shunga ishlamay qoldim. Uni o'zi kasalmas. Nimaga vaqt kasal deydi. Ajoyib, zo'r. Endi siz tuzatishingiz kerak bo'lgan, ammo tuzatishingiz kechikayotgan sababini bilmayman, o'zingizga bog'liq bo'lmagan sababmi, klinikadagi muammo. Tuzatishni xohlaysiz, lekin kechikyapti qanaqadir sabablarga ko'ra. Qanaqa muammo bor masalan klinikangizda? Eng katta og'rig'im hamma narsa menga bog'lanib qolgan. Ha. Hammasi menga bog'lanib qolgan. Shuni harakatida yuraman. O'zi 2 yildan beri shuni harakatdaman. Endi shu boshqarish bo'yicha avtomatlashtirish deyiladi, ya'ni boshqaruv bo'yicha kurslar olganman, o'qiyapman. Bir nechtasini tugatdim ham. Sekin-sekin maqsadlarni, vazifalarni berishni boshlaganman. Haqiqatdan ham klinika menga bog'lanib qolgan. Qo'rqaman uzoqroq joyga ketishga. Bunga perfeksionizm sababmi? Yo'q, bu klinikaga balki o'zimni nomimni qo'yganim uchundir. Men boshidan harakat qilganman bo'lishga. Hamma bir xil ko'rsin, hammada bir xil nima bo'lsin. Shuning uchun ham mana doktorimiz Sarvar Salmonjonov bo'ldi, Mashhur Usmonova, men ularga ham nima bo'lishini xohlayman. Shu jarayonlardamiz, xudo xolasa chiqib ketishga harakat qilyapman. Shu eng katta og'riq. Shunaqa gap eshitdim. Biznes qachon biznes bo'ladi, pul qachon sensiz pul topganda. Shunday, to'g'ri. Lekin men o'ylayman, odam perfeksionist bo'lsa ham vazifalarini topshira olmaydi deb o'ylayman. Ko'ngildagidek bo'lsin, sifatsiz bo'lib qolmasin. Lekin shunisi bor. Qo'ymayman lekin. Vazifa bersam so'rab olaman. Zo'r. Endi muammoli vaziyatni misol keltiraman. Faqat to'g'risini aytasiz. Sizga yaqin bo'lgan, sodiq ishchiz deymizmi yoki do'stlik aloqalari bo'lishi mumkinmi? Shu xodimingizdan patsient jabrlanib qolsa, muomala jihatdan deylik, masalan, jiddiyroq muammo bo'lsa, patsient jabrlansa, mijoz kasal jabrlansa, qaysi birini tanlardingiz? Bemorda. Xo'p, imkon beraman xodimga, tushuntiraman. Agar 1-2 marta bo'ladigan bo'lsa, hamma xodimga ishga moslashish uchun xohlaysizmi, kimgadir oylab, kimgadir yil kerak bo'ladi. Men 1 yil beraman. Agar qo'pol bo'lmasa, tez-tez bo'lmayotgan bo'lsa, 1 bo'lib qolgan bo'lsa, agar 2-3 bo'layotgan bo'lsa, hamma narsadan qat'iy nazar bemor tanlayman. Bemor menga ishonib kelgan. Mana shu bitta ko'rinishi Alloh bilan shartnomangizni to'g'ri tuzilganligini. Shunaqa ishoralarda ko'raman. Siz men ochib kelyapsiz. Endi keling ochiq gaplashaylik. Eshigingizda ko'rdim. Har xil kompaniyani, dori kompaniyalarini sotuvchilari o'chirt kutib ovora bo'lmanglar, davolovchi vrachlar sizlar bilan shartnoma tuzmaydi deb yozgansiz. To'g'ri savol beraman, qo'polroq bo'lsa ham, undan kelishi mumkin bo'lgan foyda qaydan kelyapti endi?
Masalan, shifokorlarni shunaqa tomondan ham daromad olishadi-ku. Men qurbon jabrlanuvchi bo'lganman bunaqa narsadan. Kompaniyani dorilarini yozib berishgan. Shu dorini olsang senga albatta yechim bo'ladi, davo topasan. Aynan mana bu aptekadan borib ol deb ko'rsatishgan. Endi men vrachga ishonganman. Talanganman. U kerak bo'lsa ko'p dozada yozgan. Qimmat dori, lekin kerak bo'lsa zararli oqibatlarga olib keladi-da u dorilar. Keling, ochiq gaplashaylik. Nafsni qanday tiyadi vrachlar masalan? Qaysi tomondan uni nima qilyapsizlar? Balansga keltiryapsizlar? Daromad qaydan kelyapti? Menda javob bor shaxsan, lekin o'zingiz nimadan deb o'ylaysiz? Qanaqa voz kecha oldinglar bu narsadan? Yo'q, men bu haqda umuman boshqacha fikrlar ekanman. Nega doim qayerdandir oqib turadigan daromad bo'lishi kerak deb o'ylaydi odamlar. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Bu firman dorini yozmayman, ishlamayman degani, bu firman dorisini yozmayman degani emas. Ya'ni yozgan dorisini orqasidan pul olmayman degan. Chunki dorilar, yangi dorilar chiqadi, uni o'rganish kerak keladi, qanaqa ta'siri bor. Agar haqiqatdan ham yaxshi ta'sir qiladigan bo'lsa, o'sha yoziladi, lekin pul talab qilinmaydi. Haqiqatdan ham har bir shifokor uchun menimcha og'ir bu narsa. Pul olmasdan nima qilish juda qiyin. Lekin ba'zi bir holatlar uchraydi, to'g'ri siz aytgandek, o'sha dorisini yozib, yana ham kamiga ustiga mana bu aptekadan borib olasan deydi. Qarang, tasavvur qiling, kamida 10 yil shifokor o'qiydi. 10 yil xarajatlar qiladi, bosh qiladi. Uni qanaqadir mayli bitta yozgan dorisiga 18 ming berar yoki 35 mingmi, nari borsa 50 ming berar. Uni qog'ozini yig'ib yoki shunaqa eshitib qoldimda, yoki nimadir qog'oziga yozar ekan. Nimasini tepasini yirtib olishadi. Arziydimi 10 yillik nima obro'yini yo'qotishga? Alloh xolida hisob kitobini ayting. U ko'p pul topsa-da, uni barakasi bo'lmasa nima kerak bor unaqa pulda? Qolgan halol ishlab turgan pulini ham yo'qqa chiqaradi. Menga juda qattiq bu narsa ta'sir qilgan. Men niyat qilganmanki, hech qaysi bemorga ta'ma ko'zi bilan qaramayman. Davlat ishxonasiga ham ishlaganman, aytdim, poliklinikaga ham, 17 shahar klinik shifoxonasiga ham hech qaysiga pul bering deb ohangida yoki nigohida qaramaganman. Bermasa ham xursand bo'lib nima qilganman. O'zi aslida olinmaydi. Ta'ma ko'zi bilan qaramayman degan. Balki shuning uchundir boshqa joydan rizq bergandir. Demak, bu ham shu narsa, Alloh bilan shartnomani to'g'ri tuzilgan. Ha, demak boshqa yoqdan barakasini berishiga ishonasiz, ko'rgansiz, demak, shuning uchun shu qoidaga, qadriyatga amal qilasiz. Shunday. Tushunarli. Qandaydir nimalarim bor, kurslarim bor, shogirdlik tayyorlash yoki boshqa o'shalardan nima qilinadi? Endi u mehnat orqasidan kelayotgan. Oqim bo'ladigan bo'lsa, sizlar uchun pul qayerdan keladi degan savolga javob kerak bo'lsa shu. Qarang, mana men ishda oyligim kammi? Masalan, oyligim kam, qo'shimcha to'lovlarim yo'q bo'lsa, hisoblayman ko'proq energiya sarflamaslikka. Ta'lim sohasida tadbirlar ko'p bo'ladi, rasm uchun, отчет uchun. Shunaqa qilmaslikka harakat qilaman, chunki shu nima desam ekan, sovg'a olmayman bolalarimdan, umuman katta sovg'a kutmayman, sovg'aga shama qilmayman, lekin ana o'zimiz jертва pozitsiyasiga tushib olishimga yo'l qo'ymayman hamda. So'ralmagan xizmatlarni bajarib turib, keyin bir narsa kutmayman hamda. Boshqa tomondan balansga keltiraman. Bu endi juda bir xil misol bo'lmadi, lekin shunaqa. O'sha nafsimni gapiga kirmasligim uchun nafsimga nimadir deyishim kerak. Sizlar aytasizlar, xotirjam bo'l, Alloh barakangni beradi. Shu xulosani chiqardim-da. O'zim ham shunaqa taxmin qildim, o'zi qoidasi shunaqa. Rostdan ham. Yana savollarim, kasbingizdan xafa bo'lgan, ketsammikin deb ikkilanib qolgan vaqtingiz bo'lganmi? Ha, bo'ladi. Bo'lgan. Masalan, ko'pchilik ota-onalar ba'zida tushunmay qoladi-da, to'polon qiladi, boshqa qiladi. Ota-ona ham emas, shunday holat bo'lgan, o'sha sababni aytib beray sizga. Xo'p, 2 yil bo'ldim bu narsaga, 2 yildan oshdi. Bir bolani olib kelishdi. Bola insult o'tkazgan avval 1 yil oldin. Tanasining yarim qismi harakati orqada, lekin yuradi, nima qiladi.
bolada belgilar paydo bo'la boshlagan, ko'ngil aynish yoki boshqa shikoyatlar menga aytishmadi. Onasi, qaynotasi olib kelgan, yana bitta amakisi 4 kishi olib keldi. Ko'rdik, tekshiruvlardan o'tkazdik. Nimadir yoqmayapti-da menga. Ona nimadir gapiraman deyapti, ayta olmayapti menga. Ko'ryapman, tekshiryapman. Xudo bildirib qo'yar ekanda, shunday holatlar bo'lsa, bo'lib turadi-da menga. To'xtanglar dedim, shu lechinasini boshlamay turinglar, kuzataylik dedim. Kuzatdik. Ertasi kuni issig'i chiqqan, kechasi issig'i chiqqan, ertasi kuni holati yomonlashyapti. O'sha issig'ini tushirishga ukol qildik. Miyada qon aylanishini yaxshilash uchun bitta ukol qildik. Keyin bola ahvoli yomonlashyapti dedim, chaqirdim o'sha nima. Baribir sababini aytishmayapti. Keyin bolani tezda men o'zim gaplashib Sanpi banchasiga olib bordim. O'zim yugurib bordim. O'zimning hisobimdan qanaqa xarajatlar bo'lib qolsa dorilarni olib nima qildim, menga kelgandi. Masalan, menga to'lov qilgani yo'q. Bola o'sha yerda bordi va ularga tushuntirdim, yaxshilab nima qilinglar, noturoblar yozmanglar. Ular ham meni gapimni quloq solmadi va to'g'ri qiladi. Hamma o'zining fikri bilan ish qilgan yaxshi, lekin tajribamni qilsa, balki komaga tushmasdi. O'sha yerda borgan 2 kundan keyin bola komaga tushyapti, og'ir holatga tushyapti. Yo'q joydan bitta Toshkentda yashaydigan amma paydo bo'lyapti-da, xo'jayin prokuraturaga ishlar ekan, olib keldi. O'rta ko'cha Sanpida. Xo'p deb turibman, tushunim, kasal sifatida qarayapman baribir ham. Nima bo'ldiga aytinglar, aytmasanglar baribir bular ham nima qilmaydi deb gaplashsak, buvasi yiqitib qo'ygan ekan bolani. Bolada satrasiniya bo'lgan, miyada qon quyilishi bo'lgan. Uni aytilmagan. Agar vaqtda aytganda, o'shanga tezroq reanimatsiya bo'limiga yotqizib, yaxshi natija bilan komaga tushmasa yaxshi bo'lib ketardi. No, yaxshi bo'ldi, chiqdan, erdan o'shanda ming pushaymonlar yeganman doktor bo'lganimga. Tushunarli. Shunaqa holatlar bo'lib turadi. Ota-ona emas, yo'q joydan bir urushdan keyin qahramonlar paydo bo'ladi deydi-ku. Toshkentlik ekansan, qarindoshing ekan, Toshkentda turar ekansan, nega o'zing olib kelmading? Nega o'zing nima harakat qilmading? Shunaqa odamlar, hech bunaqa narsalar yashab o'tgan odamga o'xshamaysiz lekin. Aytaman, unutishga harakat qilaman, unutaman dedim. Bo'lmasa, sochlar oppoq bo'lardi. Yarim emas, hammasi bo'lardi. Zo'r. Meni bir narsa qiziqtirdi. Ya'ni men eshitib qoldim, menga diagnoz qo'yib, lichinalari shifokorlarga muolajalar tushuntirayotganingizda, nechta muolaja olaman, qaysini olaman, eshitib qoldim. Bir Shahnoz opa, endi hozir taniyman. Shu Shahnoz opa kechqurun yarim soat gaplashsin, yarim soatdan dedingiz. Shu ayol har kuni kechqurun kirdi men oldimga yarim soatdan gaplashgani. Quchoqlashib ko'rishib, qanaqa qilib ichimdan gapni olganini ham bilmadim. Bo'lmasa psixologiyani o'qiganman. Keyin o'zlari kelmagan kuni, navbatchi bo'lmagan kunlari boshqa kishi kirdi, o'rinlariga vazifa topshirilgan, o'sha adashib kirmagan. Yaxshilab esladim. Shahnoz opa shu ekanda dedim, chunki 3 ta Shahnoz opa bor deyishdi-ku klinikada. Bu psixologik xizmatda. Shunday. Hech bo'lmasa odam, psixologlarni ko'pchiligi shu dardini to'kkan uchun pul oladi. Odam ichini bo'shatish kerak hech bo'lmasa. Shunaqa narsa endi ehtiyojim bor edi deya olmayman-u, onalarga ham shu narsani qo'llashar ekanda. Bu opa aytdi, men ukol qilmayman, men hamshiraman, men ukol qilmayman. Menga bu ishni qoldirishmaydi, lekin men gaplashaman, xonama-xona yurib, onalar dardini eshitaman, kuldiraman, ko'nglini ko'taraman. Buni qachon kashf etdingiz? Bu siz empatligingizdanmi yoki ma'lum bir vaqtdagi bo'lgan jarayonlar majbur qildimi shunaqa xulosani chiqarishingizga, bu ishni ham qilish kerak deb? Yo'q, o'zi aytdim-ku, kelganda bemorlarimiz qanaqa klinikada muammo bor. Bolasini tuzalmasligiga nima sabab bo'lyapti? Onalarni asabiyligi, uyga borib nega shug'ullanmayapti? Men vazifalarni berganman onaga, bola bilan shug'ullan deb, o'shalar bajarilmaydi. Nima uchun bajarilmayapti? Onaning ruhiy holatda. Bu oldindan rejada bor edi. Shu vazifani Shahnoz opa bajarib yuribdilar. Ular bemorlarimiz bilan bizning klinikamiz o'rtasidagi ko'priklar. Ular o'zi alohida Telegram guruh ochib olgan. Bizani kirgizmaydi. Bitta Shahnoz opa o'zi bor ekan. Shahnoz opa ular yozadi.
nimadir klinikaga kamchilik bo'lsa yoki nimadir qilish kerak bo'lsa, ular menga kelib aytadilar, qilasiz deb talab qilib oladilar. Men bayram kelyapti, mana buni qilishimiz kerak ekan. Ana Ramazonga skidka qilmasangiz bo'lmaydi bolajonlarimizga dedilar. Ramazon oyi 1 oy davomida 1 million so'mlik nima qildik, chegirma qildik. Ular nima aytsalar, xo'p deyman. Elchiga o'lim yo'q deganda aytganlarni qilamiz. Shunaqa 8. Keyin yana bitta zo'r narsani olib oldim sizdan. Yonimda bitta qizaloq bilan yotdim dedingiz-ku. O'rgatib, nimalarni o'rgatib. Endi siz o'rningizga bitta shunaqa o'rgatilgan bitta olishim kerak degan fikr keldi. Bu yaxshi narsa. Shunaqa. U kishi bilan gaplashsam, keyin aytib berdi, o'zlarining aslida vazifasi nima. Gaplashar ekanlar, ko'ngillarni ko'tarar ekan, onalarni, qarovchilarni, shu davolanuvchilarni qilgan tadbirlarini, videolarini ko'rsat, hayvonot bog'iga olib borganlar, qanaqa prikolni kolyaskalarda topib, keyin onalar bolasiga qaramasdan o'zi hayvonot bog'ining ichiga kirib aralashib ketganlari, tug'ilgan kunlarda agar to'g'ri kelib qolsa onalarni tabriklash. Ajoyib, juda ajoyib. Xursand bo'ldim. Ham bir narsani aytishdi, 8-martda deyishdimi, qaysidir bayramda kechasi bilan uxlamasdan hamma onalarga muolaja qilib chiqdik. Massajmi, igla terapiyami? Shunaqa qilib chiqdik deb rosa prikolni qilib aytib berdilar-da. Bayram munosabati bilan shunaqa ruxsat berishdi. Har xil shunaqa skidkalar, aksiyalar qilishadi deb. Yaqinda ham rejalashtiryapmiz deyishdi, Navro'z bayramiga 8-martga. Uni aytmang deb aytmang deyishdi. Aytdimki sizga ishonch yo'q. O'zinglar xudo xolasa e'lon qilarsizlar yoki kutilmaganda bo'lar. Shunaqa sovg'a tayyorlayapmiz shu davolanuvchilarga deb aytishdi, ayollarga. Shunaqa. Yangi ish boshlayotgan kadrlarga qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazardir balki shifokor, balki xohlagan soha. Aynan iqtisodiy muvaffaqiyat demayman. Masalan, nechtadir klinikangiz bor, shunday natijaga erishish uchun demayman. Odamlarni e'tirofiga shunday erisha olishi uchun o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, aynan qaysi qoidalarni aytib ketgan bo'lardingiz? Shunaqa qilsa, shu darajalarga erishish mumkin yoki natijaga erishish mumkin. Alloh tomonidan mana bunday barakaga erishish mumkin deb nimalar ayta olasiz masalan? Talabalar uchun. Ha, bitirgan ish boshlovchilar uchun. Ha. Xo'p, agar talaba bo'lishsa, birinchi o'sha tanlamoqchi bo'lgan sohasini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. O'sha sohaga kirsam, men maza qilamanmi? O'sha sohada natijaga erishsam, uchamanmi? Agar ham bo'lsa, o'sha sohaga bo'lsin. Yo'q bo'lsa, shoshmasin. Xo'p, o'sha sohaga kirdi. O'sha sohaga kirgandan keyin hech qachon birinchi 5 yil ichida pul haqida o'ylamasin. O'sha soha bo'yicha muvaffaqiyatga erishaman desa, yaxshi natijaga erishaman desa, birinchi o'zi xizmat qiladigan insonlarning duosini olish kerak, xizmatini qilish kerak. O'shandagina yaxshi natijaga erishadi va doim o'z ustida ishlash kerak. Ayniqsa tibbiyot xodimlari o'z ustida ishlamadim, tibbiyot har kun yangilanadi, o'sadi, o'sha joyda qotib qoladi, sinadi. Agar shu narsaga mahkam ushlasa, albatta natijaga, muvaffaqiyatga erishadi deb o'ylayman. Katta rahmat. O'zim uchun ham juda ko'p narsalar o'rgandim. Boringizga shukr. Tomoshabinlar ham o'zlari qiziqtirgan savollarga javob oldi degan umiddaman. Xudo xolasa. Sizga ham rahmat. Maza qildim siz bilan suhbatlash. Meni o'zim uchun yangitdan kashf qilishimga sababchi bo'ldingiz, yordam berdingiz. Rahmat, boringizga shukr, rahmat. Rahmat.